23-trek. Shundan so'ng buyrak kasalliklari, ayniqsa qand kasalligi, diabet va uni davolash to'g'risida so'z boradi. Keyingi qismlar erkaklar va ayollarning jinsiy a'zolari va ularning kasalliklariga bag'ishlangan. Bundan keyin esa homiladorlik, avlod yuzaga kelishiga oid masalalar to'g'risidadir. Tib qonunlarining 3-kitobi jami 22 qismdan iborat bo'lib, oxirgi qism yelka, biqin, tizza va oyoqlarda bo'ladigan kasalliklar va ularni davolashga bag'ishlangan. Qonunning 4-kitobi 7 fandan iborat. Birinchi fanda isitmalar to'g'risida so'z boradi. Ikkinchi fan buhron to'g'risida. Uchinchi fan shishlar va toshmalar. To'rtinchi fan suyak sinish. Beshinchi fan suyak chiqishi. Oltinchi fan zaharlar. Yettinchisi esa fan ziynat to'g'risidadir. Ibn Sino isitmani yurakda alangalanib arteriya va venalardagi ruh va qon orqali badanga yoyilishini yozadi. Shu yoyilish tufayli badanda ham alangalanish yuz beradi va kishining odatdagi ishlariga xalal yetadi. U isitmani bir kunlik va davomli isitmalarga ajratadi. Ularning yuz berish sabablarini sanab chiqadi. Bunday isitmalarga qarshi qanday tadbirlar ko'rish kerakligini mufassal bayon etadi. Buhron Ibn Sinoning yozishicha ajrim qilish ma'nosidadir. Ya'ni u yo sog'ayishni yo kasallikka tamom dafatan o'zgarishni bildiradi. Bu fikrni tabib adabiy usulda tushuntiradi. Kasallik badan uchun biror shaharni bosgan tashqi dushman kabidir. Insonning tabiati bu shaharni mudofaa etuvchi sultondir. Ba'zan dushman bilan mudofaachilar o'rtasida yengil, e'tibor qilmasa ham bo'ladigan janglar bo'lib turadi. Ba'zan esa qattiq qonli, shovqin-suronli kurashlar yuz beradi. Keyin qisqa bir fursat ichida ora ajrim bo'ladi. Yo shahar himoyachilari, yo dushman g'olib chiqadi. Yo g'alaba to'liq bo'lib, ikki tarafning biri yengiladi va shaharni holi qoldirib qochadi. Yo butunisicha g'alaba qo'lga kirmaydi va bir tomonning yengilishi yana urush chiqishiga monelik qiladi. Yana urush boshlanib beradi. Bunday paytda ajrim oxirgi jangda ma'lum bo'ladi. Mudofaachi sulton g'alaba qozonsa, dushmanni haydaydi, yo butunlay haydab shahar markazi atrofida, shaharga tutash joylarda osoyishtalik o'rnatadi. Yoki shahardan dushmanni haydaydi-yu, shaharga tutash joylardan chiqarib yuborishga kuchi yetmay to'xtaydi. Xuddi shu aytilganlar singari yaxshi buhron sababli badanga yetishgan quvvat yurak va boshqa boshqaruvchi a'zolardan, ya'ni gavdaning asosiy qismlaridan unga aziyat berib turgan moddani haydaydi. Yoki asosiy a'zolardan haydaydi-yu, chekka a'zolardan siqib chiqara olmaydi. Balki o'sha zararli moddalarni chetga haydash bilan cheklanib qo'ya qoladi. Bu modda ko'chishi buhroni deyiladi. Tabibning ko'rsatishicha, gavdadan ketadigan har bir kasallik yo buhron yo'li bilan, yo moddaning tarqalishi bilan ketadi. Halok etuvchi kasallik ham yo buhron yoki so'litish, ya'ni quvvatni oz-oz tarqatish bilan halok etadi. Shundan so'ng Ibn Sino buhron belgilarini birma-bir ko'rsatadi, buhronning boshlanishi va ketishini hikoya qiladi. Ibn Sino shish va toshmalar to'g'risida so'zlaganda, ularning issiq yoki issiq emasligiga diqqatni jalb etadi. Shundan so'ng shishlar, yering bog'lovchi shishlar, turli chiqiqlar va ularni davolash to'g'risida so'zlaydi. Ayrim maqola sovuq shishlarga bag'ishlangan. Alohida fan jarohatlar to'g'risida. Agar qovuq, buyrak, miya, ingichka ichaklar, jigarda jarohat bo'lsa, zarari kuchayib borib, oxiri o'ldiradi. Yurakda jarohat paydo bo'lsa, sog'ayishni kutish mumkin emas. Shundan so'ng tabib jarohatlarni ochish, tikish, et undirish, dorilar bilan davolash, yaralar va nerv jarohatlari to'g'risidagi maslahatlarini beradi. Suyak chiqishi to'g'risida so'z boshlar ekan, Ibn Sino
dastlab suyak chiqishini tushuntiradi. Bu suyakning o'z joyidan va tabiiy vaziyatdan bir tomonga butunlay chiqishidir. Shundan so'ng barcha suyaklarning chiqqanda yoki singanda davolanishiga oid qoidalar va usullar bayon qilinadi. Zaharlar to'g'risida esa Ibn Sino har bir zaharlanishga oid hodisaga alohida to'xtaydi. Ularni davolash yo'llarini birma-bir ko'rsatib o'tadi. O'z kayfiyati bilan ta'sir qiluvchi zahar dengiz quyoni kabi o'yib yeb chirituvchi yoki farshilon kabi qizdirib alangalantiruvchi yoki ofyun kabi sovutib uvishtiruvchi yoki kuydirilgan qo'rg'oshin kabi badandagi nafas yo'llarini to'suvchi bo'ladi. Javhari bilan ta'sir ko'rsatuvchi zahar eng yomonidir. Shundan keyin tabib zahar ichirilgan odamni davolash usullari to'g'risida so'ylaydi. Davolash kechiktirmasligi kerak. U kishiga iliq suv yoki kunjut yog'i va zaytun yog'i ichirib qusturiladi. Ichirilayotgan narsaga ukrop va buroq quvvati o'tkazilsa yaxshiroq bo'ladi. Zaharlangan kishi mumkin qadar ko'p qusgandan keyin sut ichsa, zaharning zarari sinadi. Zaharlangan kishini uxlatmaslik, vahimaga solmaslik, uning yonida shovqin-suron qilib turish kerak. Keyingi maqolalarda tabib o'simliklardan, hayvon va hasharotlardan zaharlanganlarni davolash usullarini bayon etgan. Ziynat bobi mo'y ahvoli ta'rifidan boshlanadi. Tutunsimon bug' teri teshiklarda quyuqlashib turib qolganda, ayniqsa badan rutubati yopishqoq, yog'simon bo'lib, suv va loy singari bo'lmasa, o'sha bug'dan mo'y paydo bo'ladi. Bu yog'liq daraxtlarning bariga to'kilmasligini eslatadi. Bolalar va xotinlarda ho'l bug' ko'p bo'ladi. Tutunsimon bug' esa kam bo'ladi. Shuning uchun ularda soqol chiqmaydi. Uzoqqa cho'zilgan kasalliklar, xususan sil va ingichka og'riq kasalliklari rutubatni so'rib quritadi. Mo'y ovqatlanadigan modda qolmaydi va suvsagan o'simlik sug'orilmaganda bo'ladiganidek mo'y tushib ketadi. Ibn Sino mo'y to'kilishi, oqarishning oldini oluvchi dori-darmonlarni aytib bo'lgach, teri rangiga oid holatlar bayon etadi. Qon va ruh teri tomonga harakat qilsa, teri ravshan, toza va qizil bo'ladi. Yengil tozalash xususiyatiga ega bo'lgan narsalar terini yupqalashtirib, teri yuzasida o'lgan narsalarni latif ravishda shilib oladi. Yana terini issiqdan, sovuqdan, shamollardan saqlash kerak. No'xat, ilitilgan tuxum, go'sht, seli, xushbo'y sharob, anjir, nahorga ochilgan sharob va sut teriga qarab haydaladigan suyuq qon paydo qiladi. Ovqatga murch, qalampir munchoq, to'paloq qo'shib yilsa, rangni chiroyli qiladi. Ibn Sino faol harakatlar, hayajon, o'yin-kulgi, shodlik, mo'tadil badan tarbiya, pok va xushchaqchaq kishilar bilan suhbat, musobaqa, poygalar tomoshasi rangni qizartiradi deb yozadi. Shundan keyin terida bo'ladigan kasalliklar, safa, temir o'tki, sepkil, issiqlik, so'gal shoh, yorilishlar, terida bo'ladigan sassiq hidlar va ularni davolash usullari ko'rsatiladi. 7-fanning oxirgi 4-maqolasi gavdaga, qo'l va oyoqlarga tegishli holatlari xususidadir. Ular oriqlik, haddan tashqari semizlik, ularni davolash, qo'l, oyoq, tirnoqlar parvarishi to'g'risidadir. Oriqlikka sabab ovqatda semirtiruvchi moddaning yo'qligi yoki suyultiruvchi ovqatni ko'p iste'mol qilish yoki toza qon paydo qilmaydigan ovqat bilan cheklanib turishdir. Bunga yana hazm, quvvatining zaifligi ham bois bo'ladi. Kuchli quyuq qon paydo qiladigan ovqatlar yeyish, ovqatdan keyin hammomga tushish, badan tarbiya, suv va havoni almashtirish oriqlikni ketkazadi. Haddan tashqari semizlik gavda harakatiga to'sqinlik qiladi. Tomirlarni qisib toraytiradi. Natijada ruh yo'li to'silib, ruh so'liydi. Ularga mayin havo yeta olmaydi.
Natijada ruhning mijozi buziladi. Tor joyga qonning haydalib borish xavfi paydo bo'ladi. Goho biror tomir yoyilib o'limga sababchi bo'ladi. Haddan tashqari semiz odamlar ruh yo'llarining torligi, mijozlarning sovuqligi, qonning kamligi va balg'amning ko'pligi tufayli ochlik va tashnalikka chiday olmaydilar. Mo'tadil semizlik ayniqsa yoshlik vaqtida yaxshidir. O'rtancha semizlik garchi kishini charchatib harakat qilish uchun zaiflashtirsa ham, rutubatlikka dalolat qilishi sababli uzoq yashashdan dalolat beradi. Qonunning 5-kitobi kirish qismida Ibn Sino murakkab dorilarning ishlatilishi qanday vaqtlarda zarur bo'lajagini ko'rsatadi. Ba'zan kasallikni yo'qotmoq uchun unga qarshi oddiy dori topilmay qoladi. Murakkab dorining ba'zi tomonlarini esa yo kuchaytirmoq yoki suslatmoq zarur bo'lib qoladi. Masalan, gazak o'tda erituvchi kuch ortiq, bog'lovchi kuch esa kam. Demak, uni qo'llashdan oldin bog'lovchi kuchni orttiruvchi moddaga qo'shmoq kerak. Ba'zan bizda qizdiruvchi vosita tayyor. Aslida esa bizga qizdirish kamroq lozim bo'ladi. Shunda bu doriga sovuqlatuvchi narsa qo'shiladi. Goho esa ko'proq qizdirish lozim bo'ladi. Unda doriga qizdirish kuchini oshiruvchi narsa qo'shiladi va hokazolar. Ba'zan dori bir tomondan ikki foyda qiluvchi bo'ladi. Boshqa tomondan esa zarar yetkazadi. Shunda uning zararini yo'q qiladigan moddani doriga aralashtirishga to'g'ri keladi. Ana shunday qilib murakkab dorilar kelib chiqadi. Kitobning 1-bobida Ibn Sino farmakopiyaga kirgan murakkab dorilar to'g'risida so'zlaydi. Ularning birinchisi taryoki, foruq, ajratuvchi taryokdir. U juda murakkab dori bo'lib, ilon, chayon, quturgan it zaharlariga qarshi ishlatiladi. Yana bu dori yiringli va qora safro kasalliklariga va ular tufayli yuz beradigan isitmalarga qarshi ishlatiladi. Shuningdek, yomon bot, shol, sakta, yuz nervining sholligi, qaltiroq, vahima, mohov va shu turdagi kasalliklarga qarshi ishlatiladi. Taryoki foruq yurakni dadil qiladi. Hislarni o'tkirlashtiradi, ishtahani qo'zg'atadi, me'dani mahkamlaydi, nafas olishni yengillashtiradi. Yurak o'ynog'ini to'xtatadi, yo'talib qon tupurishni yo'q qiladi. Buyrak va taloqdagi og'riqlarni yo'qotadi, toshlarni maydalab tashlaydi, ichkaridagi yaralarda jigarning, o'tning qotishida foyda qiladi. Taryoki foruqning tarkibidagi bo'laklari pnevmani va tabiiy issiqlikni kuchaytiradi. Shu bilan organizmning sovuq va issiq ta'sirlariga qarshiligini oshiradi. Taryoki foruqning bolalik, o'spirinlik, yoshlik va qarilik payti bor. 6 oydan 1 yilgacha uning go'daklik payti. So'ng o'sa boradi. Issiq mamlakatlarda 10 yilgacha, sovuq mamlakatlarda 20 yilgacha o'sadi. Yana 10-20 yil o'zgarmay turadi. 20 yoki 40 yildan so'ng kuchi susaya boradi. 30 yoki 60 yildan so'ng u o'z kuchini butunlay yo'qotadi. Biror zaharli hasharot chaqqan odamga yangi va kuchli taryoki beriladi. Taryokning yangiligini sinovchi turli usullar bor. Masalan, bir kishiga ishni suruvchi dori beriladi. U sura boshlagach taryok beriladi. Agar ich ketish to'xtasa, demak taryok yangi bo'lib chiqadi. Yana erkak tustovuqni tutib, uni zaharli hasharotga chaqtiradilar. So'ng bu tustovuqqa taryok beriladi. Agar tustovuq tirik qolsa, demak taryok yangi bo'lib chiqadi. Shundan so'ng Ibn Sino taryokning tarkibini ko'rsatadi. Ular 3 xil. Taryokning tarkibida dengiz piyozi, qora murch va ofyun, gul, yovvoyi sabzi va sarimsoq urug'lari, zira va hokazolardan iborat. Jami 64 xil dori bor. Tabib har bir doridan qancha qo'shilishi va murakkab dorining tayyorlanish jarayonini mufassal ko'rsatgan.
boshqa ta'riflar ham shunday mukammaldir. Qonunning 5-kitobida taryokdan tashqari iyarajlar, juvarishilar, bolalarning og'ziga solinadigan dorilar, so'riladigan dorilar, suyuq va quyuq sharbatlar to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Undan keyingi boblarda bosh, ko'z, quloq, tish, tomoq kasalliklari, tananing quyi qismlarida yuz beradigan turli-tuman kasalliklarda ishlatiladigan murakkab dorilar to'g'risida so'z boradi. Abadiylik. Isfahon murakkab voqealar iskanjasida qolib ketdi. Amir Olovdavla taqdir so'qmoqlaridan qoqila-qoqila o'tmoqda edi. G'azni hukmdori Sulton Mas'ud Hamadon va Isfahonni o'z ixtiyoriga o'tkazmoq qasdiga tushdi. Uning qo'shinlari to'kin dasturxonga tashlangan och o'g'rilardek yo'llarida duch kelgan shahar va qishloqlarni talay-talay Isfahonga ham yetib keldilar. Boy va go'zal Isfahon bu qaroqchi galalar uchun ajoyib ne'mat edi. Shaharlarni talash bir necha kun davom etdi. Podaga tashlangan bo'rilar uni to'zitib, ko'p qo'ylarini yeganicha yeb, qolganini bo'g'ib, so'ng qaytganlari singari G'aznaviylar qo'shini ham shaharni talaganicha talab, so'ng xorib izlariga qaytdilar. Amir Olovdavla Isfahonda yana o'z hokimiyatini tikladi. Shayx Abu Ali Amir Olovdavlaning yaqin maslahatchisi sifatida u bilan birga edi. Ammo shayxning ko'ngil gulzori zog'lar xuruji paytida payxon qilingan. Chunki G'aznaviylar Isfahonni talagan paytlarda uning kutubxonasi barbod bo'lgan. Mutafakkirning ajoyib ijod mahsuli oxirgi asari kitob ul Insof, Insof kitobi, qo'lyozmasi insofsiz g'oratgarlar tomonidan yo'q qilib tashlangan edi. Faqat tafakkur durdonalari emas, balki olmosdek keskin iroda egasi bo'lgan ulug' olim bu zarbaga ham bardosh berdi. Ammo ruh va iroda qanchalik kuchli bo'lmasin, jism ichidan ezilmoqda. Mana necha fursatki, tabibni qulanch kasali qiynaydi. U o'zini o'zi davolaydi. Kunda bir necha bor xo'xna qildiradi. Buning natijasida ichaklarida yallig'lanish kuchayib ketgan. Shunga qaramay dono maslahatchi Amir Olovdavla huzurida bo'lish kerak. Chunki Karosh darvozasi oldidagi tosh farrosh bilan bo'lgan urushda Amir Olovdavla qo'shiniga mag'lubiyat xavfi tug'ilib qolgan edi. Amir Olovdavla Izzat shahari sari yurish boshlaganda ham shayx u bilan birga bo'lgan. Bu yerda shayxda qulanch kasali tufayli tutqanoq yuz berdi. Ahvoli og'irlashdi. Uni Isfahonga qaytarib olib keldilar. Bemor hatto o'rnidan turmoqqa ham majoli qolmagan edi. Ammo u o'zini o'zi davolashni davom etdi. Biroz fursat o'tgach muntazam muolaja natijasida shayxning ahvoli ancha yaxshilandi. U endi bemalol yurib turadigan bo'lib qoldi. Yana Amir Olovdavla suhbatlarida qatnashib turdi. Amir Hamadonga yurish qilganda shayx u bilan birga edi. Yo'lda chekingan kasallik yana xuruj qilib qoldi. Shayx butunlay kuchdan ketdi va kasalini endi davolab bo'lmasligini angladi. U tanamga tadbir qilayotgan tadbirkor endi tadbirdan ojizdir. Bundan buyon muolaja foyda bermaydi der edi. Mard inson mardonavar hayot kechirib, oxiri o'limni ham shunday qahramonlik va chidam bilan kutib oldi. Shayxur Rais Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino Hijriy 428-yili, milodiy 1037-yil 58 yoshida dunyodan o'tdi. Uning oromgohi Hamadon shahrining g'arbiy qismidir. Shayx Abu Ali hayot paytidayoq uning nomi va ishlari el og'zida doston bo'lib, shon-shuhrati 4 yoqqa ketgan edi. Uning shifokor tabib sifatidagi mo'jizakor qudratiga hamma ishonar. Xalq ulug' tabib va har qanday dardga davo topadi deb e'tiqod qilar edi. Shuning uchun oddiy xalq buyuk shifokorning o'limiga sira ko'nikishni istamas. Xalq uning abadiyati to'g'risida ko'p rivoyat va afsonalar to'qir edi. Ana shu afsonalardan biri quyidagichadir.
ulug' tabib Shayx Abu Ali o'ziga o'lim yaqinlashayotganini bilib, maxsus bir dori tayyorlagan. Shogirdlardan biriga men vafot etganimdan so'ng shu doridan og'zimga 40 tomchi quygin deb tayinlagan. Shayx vafot etgach, haligi shogird ustozining aytganini amalga oshirib, dorini asta-sekin marhum aytgandek tomiza boshlagan. 39-tomizimdan so'ng marhumning tanasi harakatga kelgan va "Quy" deb ovoz chiqargan. Shogird qo'rqib ketgan va dori solingan shishani uloqtirib, o'zi qochib ketgan. Shisha sinib, qolgan dori yerga oqib tushgan. Ammo marhum "Quy, quy" deyishda davom etgan. Hozir ham o'sha joydagi tog'lar ortidan ba'zan "Quy" degan ovoz eshitilib turar emish. Xalqning ulug' tabib Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sinoning tafakkuri qudratiga ishonchi shunchalar baland edi. Ulug' olim, Sharqning buyuk mutafakkirining abadiyati ham shundadir. 1980-1981-yillar, Toshkent. Abu Ali ibn Sino hayotining solnomasi. 980-yil. Buxoro yaqinidagi Afshona degan joyda Abu Ali Husayn ibn Abdulloh dunyoga keldi. 985-yil. Ularning oilasi Afshonadan Buxoroga ko'chib o'tdi. 985-995-yillar. Husayn ibn Abdulloh Buxorodagi ulug' olimlar Mahmud Massoh, Ismoil Az-Zohidi, Abu Abdulloh Notili, Al-Qumri kabi ulug' olimlarda ta'lim oladi. 995-1005-yillar. Abu Ali Husayn ibn Abdulloh Buxoroning ulug' olim va tabiblaridan biri bo'lib tanildi. Buxoro amirining og'ir kasalini davolashda ishtirok etib, uning evaziga amir kutubxonasida mutolaa etmoqqa ruxsat oladi. O'zining dastlabki ilmiy asarlarini yaratdi. Xorazmlik ulug' olim Abu Rayhon Beruniy bilan yozishmalar olib boradi. 973-1048-yillar. 1005-yil. Abu Ali ibn Sino Buxorodan Xorazm poytaxti Gurganchga kelib, bu yerdagi olimlar davrasida xizmat qiladi. Asarlar yozdi. Qonunlari, Ash-Shifo asarlarining dastlabki materiallarini ham shunda yig'a boshladi. 1012-1014-yillar. Abu Ali ibn Sino G'azni podshohi Sulton G'aznaviy taqibidan qochib, Abu Sahil Masihiy bilan birga Xorazmdan chiqib ketdi. Ular Eron sari jo'nadilar. Yo'lda Masihiy vafot etdi. Abu Ali ibn Sino Niso, Obivard, Tus, Shiqqon, Samanqon, Jojurli degan joylarda tentirab yurdi. So'ng Jurjonga keldi. Undan Dehstonga o'tdi. So'ng yana Jurjonga qaytdi. Bu yerda unga Abu Ubayd al-Juzjoniy kelib uchrashdi. Shundan so'ng ustoz Abu Ali ibn Sino va shogird Abu Ubayd Juzjoniy hamisha birga bo'ldilar. 1014-yil. Abu Ali ibn Sino Ray shahriga keladi. Bu yerda tabiblik bilan shug'ullanadi, ilmiy ishlarini davom ettiradi. 1016-yil. Sulton Mahmud G'aznaviyning taqibidan qochib, Abu Ali ibn Sino Raydan Kazvin orqali Hamadonga o'tadi. Bu yerda amir Shamsudavlaning vaziri bo'lib xizmat qiladi. So'ng harbiylarning ig'vosi bilan Farajon qal'asiga hibs etiladi. Bu yerda Abu Ali ibn Sino Al-Hidoya, Bag'ishlov, Hay ibn Yakzon, Uyg'oqning o'g'li tirik, Qulanch kasali to'g'risidagi Kitob ul Qulanch asarlarini yozdi. Yurak dorilari kitobini yoza boshladi.